Assalomu alaykum. Bugungi sabog'imizda if ham if else operatori bo'yicha kishigram bir proyekt ishlaymiz. Buning uchun sizlar papka qilamiz. Sizlar papka qilib papka yaratib olamiz. Hamda uning atini if else qilib haligacha qo'ysak bo'ladi. Papkaga kiramiz hamda Visual Studiodan ochib olamiz. Открыть shu Visual Studio. Bizlarda pustoy ne chiqadi? So'ng pustoy papka chiqadi. Bu yerdan tozadan new fayl ochib olamiz. Birinchi bo'lib index.html faylni yaratib olamiz. Hamda bo'lgan dastlabki nelarni undo shift 1 ga bossak undo bosadi. Ham bu yerda tikarga tekrar yozib beradi. Enterda boshlasak mana. Ham bu yerga saqlab ketamiz. Ham yana toza fayl ochib olamiz. Ikkinchi fayl bu JavaScript fayli app.js deb ochamiz. Endi o HTML fayl bilan bir-birini baylantirishimiz kerak. Onun uchun script tag bor. Script tagida app.js deb baylantiramiz. App.js baylantirdi. Endi buni Visual Studiodan ochib olamiz. Chromedan ochib olamiz. Endi просмотреть kod qilsak, hamda konsolga kiramiz. Ekran tozalaymiz. If else operatorini yozib bosamiz. Masalan, bizlar eng birinchi yozib olamiz. Kommentariyaga masalan Eğer saat 8:00dan 12:00gacha ekan bo'lsa, unda bizlarga xayrli tong deb SMS xayrli tong degan konsol ochib kerak. Agar soat 8:00dan 12:00gacha bo'lsa, endi 12:00dan 16:00gacha bo'lsa, bizlarga xayrli kun deb ishora kerak. Ustoz istaymiz. Sonra endi kod qilib yozib beramiz. Eğer deganda bizlar tek if deb yozamiz kodda. If birinchi o'zgarish olamiz. Let soat deb qo'yamiz. Soat 11 deb qo'yamiz. Soatni dastlab qo'yamiz 11 ga teng. Eğer soat 8dan ulkan hamda soat kishi hamsa teng 12 bo'lsa, unda bizlarga console log degan browserdan konsolni chiqaradigan operator. Console log xayrli tong degan xabar chiqadi. Xayrli tong degan xabar chiqdi o'sha setdan chiqadi. Bo'lmasa soat 12dan ulkan bo'lsa, hamda soat 18:00gacha ekan. 18gacha ekan bo'lsa, bu yerda teng ham bor. Xayrli kun deb ishora berib bo'ladi. Console log xayrli kun. Ham qaytadan else if soat 18dan ulkan hamda soat
Shunga o'tkish ekan. Xayrli kech deb chog'ib kerak. O'zi konsollog xayrli kech. Ham endi qolgan joyda esa xayrli tun deb chog'ib kerak bo'ladi. Sevi 12 dan keyin tun bo'ladi. Xayrli tun. Xayrli tong. Hozir soat 11 bo'ldi. Agar soatni o'zgartirib bo'lsak, masalan 15 ga qo'yadigan bo'lsak, chaqirtiramiz. Xayrli kun bo'ldi. Soat 15:00 da kunduz bo'ladi. Shuning uchun xayrli kun. Agar masalan 22 degan bo'lsak, xayrli kech. Masalan 22:00 da kech bo'ladi. Hamda masalan soat tungi 3 bo'lsa, xayrli tun. Bu qaysi javobatlarni sevaman. Masalan, basında biz yozib qo'yibmiz, if deb yozib qo'yibmiz. Birinchi bo'lib soat 3 degan ma'nosi neriga tekshiriladi. 3:8 dan ulkanmi deydi. Bu yerda false qaytadi, yolg'on ma'nosi qaytadi. Ham bu yerda esa true ma'nosi qaytadi. 12 dan kichkantay 3 degan. 12 dan kichkantay, biroq 8 dan ham kichkantayda u. Shuning uchun biri false, biri true. O'rtada ham operatori deb hisoblanadi. And deb aytadi inglizcha. Bu ikki jag'am true bo'lgan кезде true bo'ladi. True chiqaradi bu yerdan. Shuning uchun bir jag'i false, bir jag'i true bo'lsa, onda false chiqadi. Shuning uchun ishdagi operatorda o'rlamaydi, ham blokdan sirtdan chiqib ketadi. Keyin else ikkinchi nega boradi. Else ham bu yerning ham sharti bor. Else dan keyin if shart qo'yiladi. Bu yerda yozib qo'ydim, soat 3 bo'lsa, 3 dan neriga qo'yadi. 3 12 dan ulkan deb tekshiradi. Bu yerdan ham false chiqadi. Biroq bu yerdan true chiqadi. False true bo'lgan uchun yolg'on ham durust bo'lgan uchun yolg'on ma'nosini olib ketadi. O'rtada ham bor. Shuning uchun yolg'on bo'lgan uchun bu yerga da kirmaydi, hamda neriga tekshirib ko'radi. 3 bilan 18 ni solishtiradi. 3 18 dan ulkan bo'layotir. Yolg'on bo'ladi bu yerda ham. Shuning uchun biroq nodurust, yolg'on ham durust bo'lgan uchun bayram yolg'onni olib ketadi. False qaytgan uchun ishdagi operator o'rlanmaydi, hamda eng oxirida else xabar to'xtaladi. Masalan, bu yerda soat 15:00 bo'lgan кезде esa 15:8 dan ulkan, biroq 12 dan kichkantay emas. No false bo'lib qoldi-da, endi bu joyda. No true, no false bo'lib qoldi. Ikkinchi javob. Shuning uchun bu yer ishdagi operator o'rlanmaydi, hamda ikkinchisiga o'tib ketadi. Bu yerda 15 dan 12 dan solishtiradi. 15 12 dan ulkan, durust, true chiqadi. Bu yerda 15 18 dan kichkantay, o'lam durust. Shuning uchun xayrli kun. Xayrli kun degan xabarim chiqdi. Ushbu tarzda o'rlanadi if else operatorlari. Yanada bunday kishi ham teng degan nom. Masalan, yerda soatda 18 qo'yadigan bo'lsak, xayrli kun degan o'zgarmada so'tisi. 12 dan ulkan ham 18 dan kichkantay emas, biroq tengligi bor. Kishi hamsa teng degan operator. Shuning uchun 18 ga teng bo'lgan uchun ikki jag'am true bo'ldi. Shuning uchun xayrli kun degan xabarim chiqdi. If else operatorlar shunday tarzda ishlanadi. Diqqatlaringiz uchun rahmat.